WhatsApp bolla obunachilar, sizlar bilan men lider obunachilar. Bugungi videoda mana bu Bodring kalla kim? Uni kim yaratgan? U bomjning yo'g'i Nochining akasi yoki singlisi ekanligini aniqlaymiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'lmasa men videoni boshladim. Men Xerabrian to'g'risida qo'rqinchli faktlarni topish uchun ChatGPT ga kirdim. Va ChatGPT ning aytishi bo'yicha Xerabrian bu Minecraft o'yinidagi mashhur afsona va creepypasta. U rasmiy ravishda o'yinda hech qachon mavjud bo'lmagan. Bla. Men bu ma'lumotlarni sizlarga qisqaroq qilib tushuntirib beraman. Xerabrian aslida Minecraftda hech qachon bo'lmagan. U o'ylab topilgan mavjudot deb aytiladi Google'da. Stop, nimaga men Xerabriandan boshlab ketdim? Axir bundan oldin Minecraft bor-ku. Minecraft Xerabrianga nima aloqasi bor deb o'ylaysizlar? Xerabrian Minecraftda yaratilgan, haqiqiy hayotda emas. Men sizlarga birinchi bo'lib Minecraft haqida gapirib beraman. Oddiy Minecraft emas, Minecraft alfa versiyasi haqida. Nega aynan alfa versiya desanglar, chunki Xerabrian Minecraft alfa versiyasida paydo bo'lgan. Minecraft alfa versiyasi Notch tomonidan yaratilgan. Minecraftning alfa versiyasida bir o'yinchi Xerabrianni ko'rgani haqida aytadi va Xerabrianning rasm va zapalarini internetga tarqatib yuboradi. Notch buni tan olmaydi. Ko'pchilik buni Xerabrianni Minecraftga virus kabi kirib qolgan deb o'ylashadi. Lekin Xerabrian Minecraft aslida yo'q. Yana bitta ajoyib fakt. Xerabrian Notchning akasi ham, ukasi ham emas. U Notchga hech kim emas. Video o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi video nima haqida bo'lishini ham yozib qoldiringlar. Sizlar bilan lider bo'ldi. Hammaga xayr.